Assalomu alaykum. Bizning rayver jamoamiz kraska sechish ishlarini olib boryapmiz. Mana biladan. Sekin. Mana kraska setishni boshladik. Oq bo'lganligi uchun yaxshi bilinmayapti. Savolga o'tamiz. Bitta savol bor. Mana bugun biz yo'lda kelayotgandik. Mashinada bir ayol kishi bizni yonimizdan chiqdi, yo'lda chekkasidan qo'shildi. Sherigimiz savol berdi. Men aytdim, to'xta ayol kishi ekan, yo'l ber dedim. Yo'lni berdi, ketdi. Sherigim aytdi. Bilasizmi nimaga ayol kishiga shunaqa yo'l beriladi? Birinchi ayol kishiga boshqacha bo'ladi. Bu qadimiy qabilalardan qolgan urf-odat ekan. Qanaqa urf-odat ekanligini bilsanglar hayron qolasizlar. Sef ketaver. Qanaqa urf-odat ekanligini bilsanglar hayron qolasizlar. Bilganlar javobini kommentda kutamiz.